Hammaga assalomu alaykum. Bugun bizda tem 11-qismini ishlaymiz. Bizda logaritmli ifoda beryapti. Hop. Logaritmli tengsizlik beryapti. Hop, e'tibor beramiz. 25 darajasida logaritm 5 asosga ko'ra 1 minus 2x beryapti. Hop, qo'shilgan 2x minus 1 kichkina 50 dan. Hop, mana shu joyga e'tibor beramiz. Bizda logaritm hop, asosiga ko'ra logaritm darajaga kelayotgani uchun ham logaritm asosidagi son bilan asosiy sonni joyini almashtirib bo'lardi. Shunda logaritmimiz nima bo'ladi? Logaritm 5 asosga ko'ra 25. Hop, bu yerdan bizdan javob 2 chiqadi. Hop, 1 minus 2x pastga tushib ketadi. Hop, darajasida 2 qolyapti. Qo'shilgan uzr maytda kvadrat qolib ketibdi. Mana misolning kvadrati bor. Hop, qo'shilgan 2x minus 1 hop, kvadrati kichkina 50 dan. Hop, formula bo'yicha ochoramiz. Ya'ni a minus b ning qovusda kvadrati bizda a kvadrat minus 2ab plus b kvadratga teng. E'tibor beramiz. A ning o'rnida bizda 1 kelyapti, b ning o'rnida 2x kelyapti. O'rniga qo'yib ochorsa ham bo'ladi. Shunda bizda 1 minus 4x qo'shilgan 4x kvadrat. Hop, qo'shilgan. Bu yerda ham xuddi shunaqa, faqat a ning o'rnida 2x, b ning o'rnida 1 kelyapti. Hop, yoza olamiz. 4x kvadrat minus 4x hop, qo'shilgan 1 kichkina 50 dan. Hop, 4x kvadrat 4x kvadrat bizda 8x kvadratni beradi. Minus 4x minus 4x bizda minus 8x ni beradi. Hop, 1 ga 1 ni qo'shorsak bizda 2. Hop, kichkina 50 dan. Hop, mana shu 2 ni bu yerga minus qilib o'tkazamiz. Shunda bizda kichkina 48 dan bo'lib qoladi. Hop, hammasini 8 ga bo'laveramiz. X kvadrat minus x kichkina 6 dan. 6 ni minus qilib o'tkazaveramiz. X kvadrat minus x minus 6 kichkina 0 dan. Hop, endi Bell teoremasi orqali ishlab qo'ysak, bizda 2 kere 3 chiqadi. Mayt plus 1 bo'lgani uchun bizda minus 2 plus 3 bo'ladi. Son o'qini chizib olamiz. Hop, minus 2 plus 3. Plus minus plus. Bizda kichkina degan uchun minus oraliqni olamiz. Hop, endi ko'pchilik xato qiladigan joyi masjidni javob deb olib ketadi. Ya'ni javobga minus 2 dan 3 gacha deb olib ketadi. Bu bizda xato javob. Bu javobni variantda ham berib qo'yadi, lekin xato. Buni olmaymiz. Sabab logaritmda bizda maytda asosda hop, noma'lum kelayotgani uchun aniqlanish so'qib berib qo'yamiz. Ya'ni 1 minus 2x katta 0 dan. 0 ga teng bo'lishi kerak emas. Hop, 1 ni bu yerga o'tkazaveramiz. Minus 2x katta minus 1 dan. Hop, minusga bo'laversak bizda ishora qaram qarshiga o'zgarib qoladi. X kichkina 1 taqsim 2 dan. Hop, endi 1 taqsim 2 imiz bizda 0,5 ga tengmidi? 0,5 ga teng edi. 0,5 imiz mana son o'qimizda bizda oraliqda bormi? Bor. Mana maytga qo'yarsak bo'ladi 0,5. Hop, bu yerda bizda kichkina deyotgani uchun chizaveramiz ikkalasi kiradigan joyi. Hop, ya'ni javobimiz minus 2 dan 0,5 gacha. Hop, ikkalasi ham kirmaydi. Bu bizda D javobda turgan ekan. Yanada qiziqarli misollarni o'tkazib bermaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Tez kunda yangi qismimiz chiqadi.